har bitta kursida ingliz tili guruhini tashkil qilamiz. Kelajak texnologiyalarini rivojlantirish yo'lida Milliy gvardiya hamda ta'lim muassasalari o'rtasidagi hamkorlik tobora yangi bosqichga ko'tarilmoqda. Bugun Milliy gvardiya qo'mondoni general-polkovnik Bahodir Tashmatov Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universitetida bo'ldi. Mehmonlar universitetning innovatsion laboratoriyalari, dron va robototexnika markazlari, sun'iy intellekt hamda IT yo'nalishida amalga oshirilayotgan loyihalar bilan yaqindan tanishdi. It's for the kids, like adults. How long did you study English? I think 8 months. 8 months. From zero, like from the beginner, I started, and I have IELTS 5.5. Talabalarimiz tomonidan ishlab chiqilgan. Bu o'sha robotlarni keyinchalik o'sha jamoat xavfsizligida ham qo'llash bo'yicha o'zlarining takliflarini berdilar. Albatta bu bo'yicha jamoa bilan birgalikda hamkorlikda ishlab natija ko'rsatamiz.